Yulduz ismining ma'nosi. Agar biz talaffuzimizdagi istara, istiora, sitora so'zlarining lug'aviy ma'nosi yulduz ekanini inobatga olsak, xalqimizdagi istarasi issiq iborasi yulduzi issiq holida qo'llanilishi va bu bejiz emasligiga amin bo'lamiz. Qadimda munajjimlar yulduzlarning kishi tabiatiga ta'siri bor deganlar va shunga binoan kishining yulduzi issiq va tabiati iliq, yuzida yaxshilik alomati sezilib turgan, kelajagi porloq degan xulosaga kelingan va endilikda ham bu tushuncha to'liq saqlanib qolgan. Yulduzsoy, yulduzxonlar ana shunday samoviy yoritgichlarning eng go'zali bo'ladi. Siz o'z ismingiz ma'nosini bilasizmi? Agarda bilmasangiz, bizning kanalimizga kirib, o'z ismingiz ma'nosini to'liq bilib olishingiz mumkin. Sizni albatta kanalimizda kutamiz.